Saudiyadan ish topib bera olasizmi? Borib qanday qilib joylashsam bo'ladi? Yoki oilamni ham olib ketsam bo'ladimi? Mana shunga o'xshash savollar menga juda ham ko'p beriladi. Hozir sizga bu savollarga juda ham chiroyli javob beraman. Hozir sizda juda ham zo'r imkoniyat bor. Agar yoshingiz 17-25 o'rtasida bo'lsa, Saudiya universitetlariga hujjatlaringizni topshiring. Bir emas, hozirda birdaniga 25 ta universitetga bir vaqtning o'zida hujjatlarni topshirishlik mumkin. Siz ushbu universitetlardan biriga qabul qilinsangiz, sizga juda ham ko'p imkoniyatlar beriladi. Birinchi navbatda kelish chiptasi, dastlabki yordam puli $450 atrofida, oylik $220 atrofida stipendiya va ba'zi universitetlarning bepul yotoqxonasi va albatta har birimizga yoqadigan haj va umra qilishlikni imkoniyatiga ega bo'lishligingiz mumkin. Shuni yodda tutingki, universitetga hujjat topshirish bu albatta qabul bo'ldi degani emas. Har bir universitet hujjatlaringizni ko'rib chiqadi va ma'qul kelsangiz sizni tanlaydi. Hozirda konsalting xizmatlari o'rtacha $90-110 atrofida. Agar siz mustaqil, bepul o'zingiz topshirmoqchi bo'lsangiz, Telegramga Madinada hayot deb yozing va to'liq ma'lumotlar va bepul video qo'llanmani qo'lga kiriting. Saudiyada yashash, o'qish va biznes qilishlikka qiziqadigan bo'lsangiz, albatta menga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham ushbu videoni ulashib qo'ying.